Assalomu alaykum, hurmatli abituriyentlar, barchangizga xayrli kun. Bugun biz sizlar bilan birgalikda navbatdagi video darslarimizda davom etamiz. Video darslar barchangiz uchun foydali bo'lyapti degan umiddamiz va mana shunday bo'layotgan bo'lsa, biz o'z maqsadimizga erishdik. Bugungi mavzuyimiz fe'l so'z turkumi hisoblanadi. Demak, barcha tayyor bo'lsa, darsimizni boshlaymiz. Demak, hurmatli abituriyentlar, bugungi mavzuyimiz fe'l so'z turkumi hisoblanadi. Biz sizlar bilan birgalikda mustaqil so'z turkumlarini o'rganmoqdamiz. Ot, sifat, son, olmosh so'z turkumlarini o'rgandik. Endi bugungi mavzuyimiz fe'l so'z turkumi yuzasida. Fe'l so'z turkumi. Fe'l so'z turkumi nima qilmoq, nima bo'lmoq so'roqlariga javob bo'lib, shaxs yoki narsani harakat holatini bildiradi. Nima qilmoq, nima bo'lmoq so'roqlariga javob bo'lib, shaxs yoki narsalarni harakat va holatini bildiruvchi so'z turkumimiz fe'l so'z turkumi deyiladi. Demak, fe'l so'z turkumi nima qilmoq, nima bo'lmoq so'roqlariga javob bo'lib keladi va bizning harakat va holatimizni ifodalaydi. Masalan, talaba o'qidi desam, o'qidiga nima qildi degan so'roq beraman. Talaba nima qildi? Talaba o'qidi. Mana shu o'qidi endi bizda fe'l so'z turkumi hisoblanadi. Yoki mashinalar guvullaydi. Mashinalar nima qiladi? Guvullaydi. Endi mana shu guvullaydi so'zi ham bizda fe'l so'z turkumi hisoblanadi. Demak, fe'l so'z turkumi nima qilmoq, nima bo'lmoq so'roqlariga javob bo'lib, harakat va holatni ifodalab keladi. Endi bizda fe'ldan nimani atab kelishiga qarab harakat va holat guruhlariga bo'linadi. Demak, fe'l so'z turkumimiz nimani atab kelishiga qarab harakat va holat fe'llariga bo'linadi. Agar fe'limiz bizda shaxs va narsalarning jismoniy harakati asosida bo'ladigan ish harakatini atab kelsa, bu harakat fe'llari hisoblanadi. Masalan, yugurmoq, chopmoq, sakramoq bo'ladigan bo'lsa, bu bizda harakat fe'llari hisoblanadi. Ya'ni jismoniy faoliyatimiz natijasida amalga oshadi. Endi holat fe'llari esa bizni ichki kechinmalarimizni asosida yuzaga keladigan harakat holatlarimiz hisoblanadi. Demak, ichki kechinmalarimiz asosida yuzaga keladigan holatimiz bizga holat fe'llari deyiladi. Masalan, Qarshi shahri viloyat markazida joylashgan. Mana shu joylashgan ham bizda holatni bildiradi. Ya'ni o'sha Qarshi shahrini ma'lum bir holatini bildirmoqda. Yoki u sevindi, quvondi bo'lsa, yaxshi ko'rmoq bo'ladigan bo'lsa, bularning barchasi bizda holat fe'llari hisoblanadi. Demak, fe'l nimani atab kelishiga qarab harakat fe'li bo'lishi mumkin ekan, holat fe'li bo'lishi mumkin ekan. Davom etamiz, hurmatli abituriyentlar. Fe'lning ma'noviy guruhlari. Fe'l qanday harakat va holatni ifodalashiga qarab 4 ta guruhga bo'linadi. Qanday harakat va holatni ifodalashiga qarab 4 ta guruhga bo'linadi. Masalan, nutqiy faoliyat fe'llarimiz bor, aqliy faoliyat fe'llarimiz bor, jismoniy faoliyat fe'llarimiz bor va holat fe'llarimiz bor ekan. Nutqiy faoliyat o'zini nomidan ham ma'lum bo'lib turibdi, ana shu nutqimiz ustida amalga oshadigan harakat hisoblanadi. Gapirmoq, pichirlamoq, shivirlamoq bo'ladigan bo'lsa, so'zlamoq bo'ladigan bo'lsa, bu bizda nutqiy faoliyat fe'llari hisoblanadi. Endi aqliy faoliyat esa masalan idrok qilmoq, kashf qilmoq, ijod qilmoq, o'qimoq bo'ladigan bo'lsa, bular bizda aqliy faoliyat fe'llari hisoblanadi. Holat fe'llari qizarmoq, sarg'aymoq, ya'ni bitta holatdan ikkinchi holatga o'tishni bildiradi. Endi jismoniy faoliyat xuddi ana shu harakat fe'llariga o'xshaydi. Yugurmoq, termoq kabi bo'lishi mumkin. Demak, bu mana shu 4 ta guruhimiz fe'lning ma'noviy guruhlari hisoblanadi. Nutqiy faoliyat, aqliy faoliyat, jismoniy faoliyat va holat fe'llari mavjud ekan. Endi hurmatli abituriyentlar, fe'l grammatik ma'no jihatdan 2 ta guruhga bo'linadi. Fe'lda 2 ta grammatik ma'no turi mavjud ekan. O'timli fe'l bor ekan, o'timsiz fe'l bor ekan. Agar fe'l so'z turkumini biz tushum kelishligi bilan bog'lay olsak, unday fe'llarimiz o'timli fe'llar hisoblanadi. Agar tushum kelishligi bilan bog'lay olmasak, o'timsiz fe'llar hosil bo'ladi. Demak, bizda o'timli o'timsizni farqlashimiz uchun tushum kelishligi, ya'ni ni qo'shimchasi yordam berar ekan. Agar fe'limiz ni tushum kelishlikdagi so'z bilan bog'lana olsa, masalan, kitobni o'qimoq bo'lsa, o'qimoq bizda o'timli fe'l bo'ladi. Yoki
Uxlamoq bo'lsa, ne uxlamoq deb bog'lab bo'lmaydi. Bu bizda o'timsiz fe'l hisoblanadi. Demak, tushum kelishiga yordamida biz o'timli, o'timsiz fe'llarni farqlab olar ekanmiz. O'timli fe'llar ne bilan bog'lanadi? O'timsiz fe'llar ne tushum kelishigi bilan bog'lana olmaydi, ya'ni munosabatga kirishmas ekan. Endi, masalan, yugurdi, ne yugurdi deb bo'lmaydi. Shunda bu o'timsiz fe'l hisoblanadi. Bordi, ne bordi deb bog'lab bo'lmaydi. Bu ham bizda o'timsiz fe'l hisoblanadi. Demak, eng asosiy farqi o'timli va o'timsiz fe'llarning ne tushum kelishiga yordamida farqlanishi ekan. Endi bizda o'zbek tilida imkoniyatlarimiz cheklanmagan. Biz o'timli fe'lni o'timsiz fe'lga aylantirishimiz mumkin, o'timsiz fe'lni o'timli fe'lga aylantirishimiz mumkin. Bu qanday amalga oshadi? Demak, tilimizda imkoniyatlar juda ham keng ekan. O'timli fe'lni o'timsiz fe'lga, o'timlini o'timsiz fe'lga, o'timsizni o'timli fe'lga bemalol aylantirishimiz mumkin ekan. Masalan, o'timli fe'lga o'zlik va majhul nisbat qo'shimchalari. Hozir biz darsimiz davomida siz bilan nisbat qo'shimchalari haqida ham gaplashamiz. Endi mana shu o'zlik va majhul nisbat qo'shimchasi bizda in-il qo'shimchalari hisoblanadi. Eslab qolamiz. Agar o'timli fe'lga in-il qo'shimchasini qo'shsam, o'timsiz fe'l hosil bo'ladi. Masalan, o'qidi bizda o'timli fe'l bo'ldi. Endi unga o'qildi desam, u o'timsiz fe'lga aylanadi. Xuddi shunaqa tarzda bo'ladi. Endi biz o'timsizni o'timliga aylantirish imkoniyatiga ham egamiz. Demak, o'timsiz fe'lga orttirma nisbat qo'shimchasi, ya'ni tir, dir, ti, sat, ar, is kabi qo'shimchalarimiz bor. Ana shu qo'shimchalarni qo'ysam, endi u o'timliga aylanadi. Masalan, uxlamoq bizda o'timsiz fe'l edi. Endi uxlatmoq bo'lsa, bolani uxlatmoq bo'lib, ne tushum kelishi bilan bog'lana oladi. Demak, orttirma nisbat qo'shimchasi bizda o'timsiz fe'ldan o'timlini hosil qilish xususiyatiga ega. Endi o'zlik va majhul nisbatlari esa o'timli fe'lni o'timsiz fe'lga aylantirish imkoniyatiga ega ekan. Demak, mana shu qo'shimchalarni eslab qolamiz. Davom etamiz, hurmatli abituriyentlar. Bizda otning lug'aviy shakllari degan mavzuyimiz bor edi. Fe'lda ham xuddi shunaqa mavzuyimiz bor. Fe'lning lug'aviy shakllari. Fe'lning lug'aviy shakllari deganda biz nimalarni tushunamiz? Nisbat, fe'lning vazifa shakllari, ko'makchi fe'lli so'z qo'shilmasi, fe'lning bo'lishli yoki bo'lishsizligi va harakat va holatning kuchli kuchsizligini bildiruvchi shakllarimiz bizda lug'aviy shakllar deyiladi. Endi mana shu qo'shimchalarni barchasi, mana shu masalan nisbat qo'shimchalari, vazifa shakl qo'shimchalarining barchasi bizda lug'aviy shakl yasovchi qo'shimchalar hisoblanadi. Demak, fe'lda 5 ta lug'aviy shakl mavjud ekan. Nisbat shakli, vazifa shakli, ko'makchi fe'lli so'z qo'shilmasi, bo'lishli bo'lishsizligi va eng oxirgisi harakatning kuchli yoki kuchsiz bajarilishini bildiruvchi shakllar bizda lug'aviy shakllar hisoblanadi. Endi bularni birma-bir o'rganib chiqamiz. Nisbat nima ekan? Fe'ldan anglashiladigan harakat va holatga bajaruvchini qay tarzda ta'sir qilishi bizda fe'l nisbatlari deyiladi. Demak, o'sha harakat va holatga bajaruvchi qay darajada ta'sir qilishini bildiruvchi shakllarimiz bizda nisbat shakllari deyiladi. O'zbek tilida bizda 5 ta nisbat shakli mavjud. O'zbek tilida bizda 5 ta nisbat mavjud. Masalan, xonani supurdi desam, buni bajaruvchisi aniq bo'ladi. Xona supurildi desam, endi buni bajaruvchisi noaniq bo'ladi. Mana shu jihatlarga ko'ra bizda 5 ta nisbat mavjud. Aniq nisbat, o'zlik nisbat, orttirma nisbat, majhul nisbat va birgalik nisbat. Demak, mana shu 5 ta nisbatimiz mavjud ekan. Aniq nisbat, o'zlik nisbat, orttirma nisbat, majhul va birgalik nisbatlarimiz bor ekan. Endi aniq nisbat qanaqa bo'ladi? Aniq nisbatda biz o'zbek tilida o'sha bajaruvchi aniq bo'lgan ish harakatni tushunamiz. Masalan, bola kitob o'qidi desam, mana shu o'qidi aniq nisbatda bo'ladi. O'zlik nisbatda bajaruvchi o'z ustida amalga oshirgan ish harakatlari tushuniladi. Masalan, kiyindi, yuvindi, tarandi bo'ladigan bo'lsa, u o'zlik nisbat bo'ladi. O'zlik nisbatni hosil qiluvchi qo'shimchalarimiz in-il qo'shimchalari hisoblanadi. Endi bizda majhul nisbat. Majhul nisbatda qanaqa bo'ladi? Majhul nisbatda bajaruvchi noaniq bo'ladi. Harakat va holatning bajaruvchisi noaniq bo'lgan nisbat shakli bu majhul nisbat shakli hisoblanadi. Masalan, xona tozalandi.
Kitob yozildi desam, buni bajaruvchisi noaniq. Xona kim tomonidan tozalanganligi, kitob kim tomonidan yozilganligi noaniq. Bu bizda majhul nisbat hisoblanadi. Majhul nisbatni hosil qiluvchi qo'shimchalarimiz ham in-il qo'shimchalari hisoblanadi. Endi bitta savol. O'zlik nisbat bilan majhul nisbatning qo'shimchalari bitta ekan. Endi biz ularni qanday farqlab olishimiz mumkin? O'zlik nisbatda, hurmatli abituriyentlar, bajaruvchi o'z ustida amalga oshiriladi. Masalan, men kiyindim, men tarandim bo'lsa, u o'zlik nisbat bo'ladi. Endi majhul nisbatda in-il qo'shimchasi bo'lgani bilan uni bajaruvchisi noaniq bo'ladi. Masalan, she'r yodlandi, xona tozalandi tarzida ifodalandi. Demak, majhul nisbatda bajaruvchi noaniq bo'ladi, o'zlik nisbatda bajaruvchi o'z ustida ana shu ish harakatlarini amalga oshiradi. Bizda 4-nisbat shakli orttirma nisbat shakli hisoblanadi. Orttirma nisbat shaklida bajaruvchini ta'sirida ish harakatni boshqa bir bajaruvchi bajaradi. Bajaruvchini ta'sirida ish harakatni boshqa bir bajaruvchi bajaradi. Masalan, kimgadir o'sha bajartirmoq bo'ladi. Endi bu mana shu orttirma nisbat bo'ladi. She'r yozmaysiz, yozdirasiz. Yodlamaysiz, yodlatasiz. Xuddi mana shunaqa tarzda ifodalanadi. Demak, sizni ta'siringizda ish harakatni boshqa bir shaxsning bajarishi bizda orttirma nisbat hisoblanadi. Masalan, ko'rsat, chiqar, masalan, cho'ntagingdan pulni chiqarsiz, siz emas, o'sha siz aytgan tinglovchingiz ya'ni yoningizdagi odamga nisbatan aytgan bo'lasiz. Mana shular bizda orttirma nisbat hisoblanadi. Orttirma nisbatning qo'shimchalari t, dir, giz, kis, gaz, ar, ir, is, sat qo'shimchalari hisoblanadi. Demak, mana shu qo'shimchalarning barchasi bizda orttirma nisbat qo'shimchalari hisoblanadi. Orttirma nisbat, hurmatli abituriyentlar, eslab qolamiz, ketma-ket qo'shilish, ya'ni bitta fe'lga 2 marta orttirma nisbat qo'shimchasini qo'shish mumkin. Masalan, o'qittirmoq tarzida, bu o'qittirmoq deganimda uni kuchaytirish maqsadida, ya'ni fe'lda anglashiladigan ma'noni kuchaytirish maqsadida orttirma nisbat qo'shimchasini 2 marta qo'shgan bo'laman. Endi bizda oxirgi nisbatimiz bizda birgalik nisbat hisoblanadi. Birgalik nisbat qanaqa bo'ladi? Bajaruvchisi 2 va undan ortiq bo'lgan fe'l va harakatni bildiradigan nisbatimiz birgalik nisbat deyiladi. Uni ma'nosidan ham bilinib turibdi. Ya'ni o'sha ish harakatni birgalikda jamoa bo'lib bajarish bizda birgalik nisbat hisoblanadi. Birgalik nisbatni hosil qiluvchi qo'shimcha ish qo'shimchasi hisoblanadi. Masalan, bolalar she'r yodlashdi, bolalar bog'da ishlashdi bo'ladigan bo'lsa, bu bizda nisbat qo'shimchamiz birgalik nisbatni hosil qilar ekan. Endi hurmatli abituriyentlar, so'zga bir necha marta ham nisbat qo'shimchalari qo'shilishi mumkin. Har xil nisbat qo'shimchalari biz so'zni nisbatini toping deganda eng oxirgi nisbat qo'shimchasini inobatga olamiz. Eng oxirgi nisbat qo'shimchasiga biz har doim qarab ish qilar ekanmiz. Bizda ba'zan almashtirib qo'yishimiz mumkin. Masalan, o'yladi desa, o'zi o'ylaydi-ku deb o'zlik nisbat olishimiz mumkin. Lekin biz unaqa qilishimiz kerak emas. Nisbat bo'lish uchun o'zlik nisbat, majhul nisbat, birgalik nisbat, orttirma nisbat bo'lishi uchun uni tarkibida maxsus qo'shimchalari bo'lishi kerak. Agar hech qanaqa fe'l tarkibida nisbat qo'shimchasi bo'lmasa, u aniq nisbatda bo'ladi. O'yladi, bizda shunda aniq nisbat bo'ladi. Endi u o'ylandi bo'ladigan bo'lsa, u o'zlik nisbatda bo'ladi. Demak, biz nisbatlarni aniqlashimiz uchun ularning qo'shimchasiga albatta har doim ahamiyat berishimiz kerak ekan. Davom etamiz, hurmatli abituriyentlar. Bizda fe'lning ikkinchi lug'aviy shakli uning vazifa shakli hisoblanadi. Demak, fe'lni gapda ega, kesim, to'ldiruvchi, hol, aniqlovchi, vazifasiga xoslovchi shakllari fe'lning vazifa shakllari deyiladi. Masalan, o'sha fe'lni gap bo'lagi bo'lib kelish vazifasini bajarishi vazifa shakllari hisoblanadi. Biz ega, kesim, to'ldiruvchi, hol va aniqlovchi haqida keyingi darslarimizda o'rganib boramiz. Demak, fe'lni gap bo'lagi vazifasida kelishi uchun xoslovchi shakllari vazifa shakllari deyiladi. Endi o'zbek tilida bizda fe'lda 4 ta vazifa shakli bor. Demak, o'zbek tilida fe'lda 4 ta vazifa shakli bor. Sof fe'l shakli, harakat nomi shakli, sifatdosh shakli va ravishdosh shakli mavjud. Demak, o'zbek tilida 4 ta vazifa shakli bor. Sof fe'l, harakat nomi, sifatdosh va ravishdosh shakllari mavjud ekan. Sof fe'l shakli, hurmatli abituriyentlar, gapimizda
fe'lni kesim vazifasida kelishini ta'minlaydi. O'qidi, yozdi, chizdi bo'ladigan bo'lsa, bu sof fe'l vazifa shakli hisoblanadi. Endi harakat nomi otga xoslangan shakl hisoblanadi. Fe'lning otga xoslangan shakli bizda harakat nomi deyiladi. Harakat nomini biz ish, u, moq qo'shimchalari yordamida va inkor shaklini maslik qo'shimchasi yordamida hosil qilamiz. O'qish, o'qimaslik, yozish bo'ladigan bo'lsa, bizda bular harakat nomini hosil qiladi. Endi sifatdosh shaklimiz bu fe'lni sifatga xoslangan shakli hisoblanadi. Ya'ni fe'l ham belgini bildirib kelishi kerak. Endi mana shu sifatdosh shaklini biz fe'l asosga ar, gan, kan, qan qo'shimchalarini qo'shish orqali, r qo'shimchalarini qo'shish orqali hosil qilamiz. Demak, fe'lni sifatga xoslangan shakli sifatdosh shakli deyiladi. Oqar daryo, o'qigan bola desam, bu bizda sifatdosh shakli hisoblanadi. Bundan tashqari o'qiyotgan bola, yozayotgan bola, mana shu ayotgan qo'shimchalari ham bizda sifatdosh qo'shimchasi hisoblanadi. Endi ravishdosh shakli bu fe'lning ravishga xoslangan shakli hisoblanadi. Fe'l ravishga o'xshab o'sha harakatni, tarzini, paytini, maqsadini ifodalab kelishi mumkin. Masalan, u kelgach, u kelguncha bo'ladigan bo'lsa, mana shular bizda ravishdosh shakl hisoblanadi. Ravishdoshning maxsus qo'shimchalari if, ay, gach, gani, guncha qo'shimchalari hisoblanadi. Masalan, sen kelguncha men ketaman desam, mana shu guncha, kelguncha bizda ravishdosh shakli hisoblanadi. Demak, fe'lni otga xoslangan shakli, ya'ni harakat nomi, fe'lni sifatga xoslangan shakli sifatdosh, fe'lni ravishga xoslangan shakli ravishdosh hisoblanadi. Endi biz qayerdan farqlashimiz mumkin? Ot bilan harakat nomini, sifat bilan sifatdoshni, ravish bilan ravishdoshni qayerdan farqlashimiz mumkin? Harakat nomi ham, sifatdosh ham, ravishdosh ham fe'l asosga qo'shiladi. Fe'l asosga harakat nomi qo'shimchasi qo'shiladi, fe'l asosga sifatdosh qo'shimchasi, ravishdosh qo'shimchasi qo'shiladi. Mana shundan biz aniqlab olishimiz mumkin. Masalan, o'qishda ish bizda qo'shimcha hisoblanadi, o'qi endi asos hisoblanadi. Mana shu o'qi fe'l bo'lsa, bizda u harakat nomi bo'ladi. Yoki kelgach deganda kel bizda fe'l hisoblanadi. Endi mana shu kelgach bizda ravishdosh shakl hisoblanadi. Demak, ushbu qo'shimchalarning barchasi faqatgina fe'lga qo'shilsagina vazifa shaklini, fe'lning vazifa shaklini hosil qiladi. Davom etamiz, hurmatli abituriyentlar. O'zbek tilida sifatdoshlarimiz ham otlashish xususiyatiga ega. Biz o'tgan darslarimizda ko'rdik, sifat otlashdi, son otlashdi. Endi mana shu sifatdoshimiz ham, ya'ni fe'lning vazifa shakli ham otlashish xususiyatiga ega. Shunda bizda fe'l so'z turkumi ham otlashish xususiyatiga ega bo'lar ekan. Qani fe'l otlashsa qanaqa bo'lar ekan? Fe'l otlashsa, xuddi boshqa so'z turkumlari kabi, ya'ni sifatdosh otlashsa, otning egalik, kelishik, ko'plik qo'shimchalarini qabul qiladi va undan keyin kelgan ot tushib qoladi gapda. O'zidan keyin kelgan ot tushib qolib, uni tarkibidagi egalik, kelishik, ko'plik qo'shimchalarini qabul qilishi sifatdoshning otlashishi deyiladi. Masalan, o'qiydiganlar oldinga chiqsin. Kimlar chiqsin? O'qiydiganlar chiqsin. Ana shu bizda o'qiydiganlar bizda sifatdosh hisoblanadi. Undan keyin kelgan o'quvchi oti tushib qolib, uni tarkibidagilar bizda sifatdoshga qo'shilgan. Mana shu sifatdoshning otlashishi hisoblanadi. Demak, sifatdosh otlashganda ham undan keyin kelgan ot tushib qoladi. Tarkibidagi egalik, kelishik, ko'plik qo'shimchalarini sifatdoshga beradi. Va sifatdosh endi ot bajargan vazifani bajaradi. Bu bizda sifatdoshning otlashishi hisoblanadi. Masalan, o'qiydiganlar kelsin, maqtanganning deganda ham bizda maqtanganning holini ko'radigan maqol bor. O'zbek tilida mana shu maqtanganning ham bizda sifatdosh hisoblanadi. Demak, o'zbek tilida sifatdoshimiz ham otlashish xususiyatiga ega ekan. Davom etamiz, hurmatli abituriyentlar. Ko'makchi fe'llar. Ko'makchi fe'llar nima degan ekan? Bizda fe'llarimiz mustaqil bo'lishi mumkin, ko'makchi bo'lishi mumkin. Ya'ni o'sha fe'limiz o'zi mustaqil ma'no bildirib kelishi mumkin yoki ko'makchi fe'l bo'lib, bir fe'lni ma'no bildirishida yordam berishi mumkin. Bizda mana shunday fe'llarimiz ko'makchi fe'llar hisoblanadi. Endi ko'makchi fe'llarimiz qanaqa bo'ladi? Ravishdoshning if, ay qo'shimchasi yordamida hosil qilingan fe'ldan keyin qo'shilib, o'zini mustaqil ma'nosini yo'qotadigan
va ana shu yetakchi fe'lni ma'nosini, o'sha harakatdan bajariladigan bosqichini, tarzini bildirib kelishi bizda ko'makchi fe'l deyiladi. Demak, ko'makchi fe'l o'zini mustaqil ma'nosini yo'qotar ekan, ravishdosh shaklini ip, ay qo'shimchalari yordamida hosil bo'lgan harakat fe'llariga qo'shilib bizda ko'makchi fe'l vazifasini bajarar ekan. Demak, ko'makchi fe'llarimiz har doim ip, ay ravishdoshlardan so'ng qo'shiladi, o'zini mustaqil ma'nosini yo'qotadi. Masalan, hayday boshlamoq deganda biz haydamoqni tushunamiz. Haydaydi, u boshlab ketmaydi. Demak, mana shu boshlamoq bizda o'zini mustaqil ma'nosini yo'qotadi, faqatgina hayday so'zini ma'nosini to'ldirib keladi. Bu bizda ko'makchi fe'l hisoblanadi. Ya'ni o'sha haydash harakatini boshlanishini bildirib keladi. Demak, bizda bu ko'makchi fe'l hisoblanadi. Yoki haydab yubormoq bo'ladigan bo'lsa, endi bu ham bizda yubormoq ko'makchi fe'l hisoblanadi. Haydab endi bizda ravishdosh shaklini qabul qilgan yetakchi fe'l hisoblanadi. Haydab bo'lmoq bo'lsa, bu harakatni tugallanganligini bildirish uchun biz mana shu bo'lmoq ko'makchi fe'lidan foydalanganmiz. Demak, ko'makchi fe'llarimiz o'zini mustaqil ma'nosini yo'qotadi. Harakatni bosqichini, ya'ni harakat bajarilish bosqichini boshlandimi, tugallandimi, davom etyaptimi, mana shuni bildiruvchi shakllarimiz ko'makchi fe'llar hisoblanadi. Endi ko'makchi fe'llarimizni qanday ajratib olamiz? Ko'makchi fe'llarimiz ikkita qismdan tarkib topadi. Yetakchi fe'l va ko'makchi fe'ldan tarkib topadi. Endi mana shu ikkita fe'lning birikishi ko'makchi fe'lli so'z qo'shilmasini hosil qiladi. Ko'makchi fe'lli so'z qo'shilmasini hosil qiladi. Ya'ni buni qisqartirib biz KFSQ deyishimiz mumkin. Demak, yetakchi fe'l bilan ko'makchi fe'lning birikmasi bizda KFSQ, ya'ni ko'makchi fe'lli so'z qo'shilmasi hisoblanadi. Bizda birinchi kelgan fe'limiz yetakchi fe'l bo'ladi, ya'ni ma'nosi izohlanayotgan fe'limiz. Endi uni to'ldirib kelayotgan fe'limiz ko'makchi fe'l hisoblanadi. Masalan, u dars paytida gapirib ketdi desam, gapiradi, lekin ketib qolmaydi. To'g'rimi? Gapirib ketdi. Mana shu gapirib bizda yetakchi fe'l hisoblanadi, ketdi ko'makchi fe'l hisoblanadi. Mana shu ketdini tashlab olsangiz ham siz bitta so'z qilib ham u fe'lning ma'nosini tushunishingiz mumkin. Masalan, u darsda gapirdi desangiz ham bo'ladi. Demak, ko'makchi fe'lli so'z qo'shilmasi bundan xulosa qilish mumkinki, bitta so'zga teng bo'ladi. Nechta fe'ldan tarkib topgan bo'lsa ham, u bitta so'zga teng bo'ladi. Masalan, o'ylanib turdi desangiz, u o'ylandiga teng bo'ladi. Xuddi shunaqa tarzda ifodalanadi. Demak, KFSQlarimiz, ya'ni ko'makchi fe'lli so'z qo'shilmalarimiz yetakchi va ko'makchi fe'ldan tashkil topgan bo'lsa ham ma'no jihatdan bitta so'zga teng bo'ladi. Testda ko'makchi fe'lli so'z qo'shilmasini toping deganda, siz ravishdosh shaklini topishingiz kerak, undan keyin kelgan ko'makchi fe'lini topishingiz kerak. Bunda siz uni bitta so'z tarzida ifodalay olsangiz, u ko'makchi fe'lli so'z qo'shilmasi bo'ladi. Masalan, u dars paytida o'ylanib turdi desa, uni siz bitta o'ylandi fe'liga teng qila olasiz. Bu ko'makchi fe'lli so'z qo'shilmasi bo'ladi. Ko'makchi fe'lli so'z qo'shilmasi, eslab qolamiz, bitta so'zga teng bo'ladi. Endi ko'makchi fe'lli so'z qo'shilmasiga shaklan teng bo'lgan bizda qo'shma fe'llarimiz mavjud. Testda ko'makchi fe'lli so'z qo'shilmasi bilan qo'shma fe'lni qanday farqlashimiz mumkin? Ko'makchi fe'lli so'z qo'shilmasi 2 va undan ortiq fe'llardan tuziladi va ulardan bitta harakat amalga oshiriladi. Masalan, dars cho'zilib ketdi desam, dars cho'ziladi, lekin ketib qolmaydi. Ikkita fe'ldan tarkib topgan, lekin ma'nosi bitta. Bitta ish harakat amalga oshadi. Endi qo'shma fe'llarimiz ham 2 va undan ortiq fe'llardan tarkib topishi mumkin, lekin ular ma'no mustaqilligini saqlab turadi. Bizda ko'makchi fe'lli so'z qo'shilmamizga shaklan teng bo'lgan qo'shma fe'llarimiz ham mavjud. Testda siz ko'makchi fe'lli so'z qo'shilmasini, qo'shma fe'lni qanday farqlab olishingizni hozir sizga oson usullarini o'rgataman. Ko'makchi fe'lli so'z qo'shilmasida ikkita harakat mavjud bo'lsa ham, uni bittasi amalga oshadi. Masalan, dars cho'zilib ketdi desam, dars cho'ziladi, lekin ketib qolmaydi. Ikkita fe'ldan cho'zilib birinchi fe'l, ketdi ikkinchi fe'l. Lekin u ma'no jihatdan bittaga teng bo'ladi. Ko'makchi fe'lli so'z qo'shilmasida. Endi qo'shma fe'lda u ikkita fe'ldan tarkib topadi, lekin ana shu ikkita fe'l ham o'zining ma'no mustaqilligini saqlab qoladi. Masalan, Saida uyga turli mevalar olib keldi desam, mevani oladi, uyga keladi.
Bu bizda qo'shma fe'l hisoblanadi. Demak, qo'shma fe'limizda ikkita ish harakat amalga oshadi. Ko'makchi fe'lli so'z qo'shilmasida bitta ish harakat oshadi. Ko'makchi fe'lli so'z qo'shilmasida biz ikkinchi fe'limizni, ya'ni ko'makchi fe'limizni tashlab yuborsak ham ma'no o'zgarmaydi. Qo'shma fe'lda esa ikkinchi fe'lni tashlab yuboradigan bo'lsangiz, ma'no o'zgaradi. Demak, ko'makchi fe'lli so'z qo'shilmasi bitta so'zga teng, qo'shma fe'l esa ikkita ish harakatni bildirib kelar ekan. Endi ko'makchi fe'lli so'z qo'shilmasini ba'zan so'z birikmasi bilan ham adashtirib qo'yishimiz mumkin. So'z birikmasi bilan KFSQni nima farqi bor? Ko'makchi fe'lli so'z qo'shilmasi bizda ikkita fe'ldan tarkib topadi, so'z birikmasi ham ikkita fe'ldan tarkib topishi mumkin. Har ikkala fe'l bo'lsa ham ko'makchi fe'lda bittasi amalga oshadi, boyaga qoida. Endi so'z birikmasida alohida so'z bera oladi, so'roq bera olasiz. So'z birikmasida ikkita fe'ldan tashkil topgan bo'lsa, unga har biriga alohida so'roq bera olasiz. Masalan, u yo'l-yo'lakay qiziq voqealarni gapirib ketdi desam, qay holatda ketdi? Gapirib ketdi. Gapiribga ham, ketdiga ham o'zini mustaqil so'rog'ini bera olaman. Bu bizning so'z birikmasi bo'ladi. U kitobdan olgan xulosalarini zavqlanib gapirdi desam, qay holatda gapirdi? Zavqlanib gapirdi tarzida ifodalanadi. Bu bizning so'z birikmasi bo'ladi. Endi ko'makchi fe'lli so'z qo'shilmasiga bitta so'roq beriladi va harakatni ham bittasi amalga oshiriladi. Bu bizning ko'makchi fe'lli so'z qo'shilmasi hisoblanadi. Davom etamiz, hurmatli abituriyentlar. Fe'lning bo'lishsizlik shakli. Fe'lning bo'lishsizlik shakli qanaqa bo'ladi? O'sha harakatni bajarilishi yoki bajarilmasligini bildiruvchi shakl bizda bo'lishsiz shakl hisoblanadi. Masalan, o'qi bo'lishli shakl, o'qima endi bo'lishsiz shakl hisoblanadi. Bizda o'zbek tilida bo'lishsizlik ma qo'shimchasi yordamida maslik, may, mayin, masdan, mas, emas, yo'q so'zlari yordamida hosil qilinadi. Demak, o'qima, o'qimaslik, o'qimay, o'qimayin, o'qimasdan, kelmas, kelgan emas, borgani yo'q desam, bularning barchasi bizda bo'lishsiz shakl hisoblanadi. Demak, fe'lning bo'lishsiz shakli o'sha harakatni bajarilmasligini bildiruvchi shakl hisoblanadi. Endi fe'lning munosabat shakllari ham mavjud. Fe'lning munosabat shakllariga zamon, mayl, shaxson qo'shimchalari kiradi. Ya'ni o'sha fe'lni boshqa so'zlar bilan bog'lash vazifasini bajaruvchi shakllari zamon, mayl, shaxson qo'shimchalari hisoblanadi. Masalan, men bor desangiz, bu so'zlarni biz bog'lay olmaymiz. Men bordim desangiz, endi mana shu di va im qo'shimchalari yordamida biz harakatni o'sha bog'lashimiz mumkin ekan. Mana shunday qo'shimchalarimiz bizda fe'lga tegishlilari zamon, mayl, shaxson qo'shimchalari hisoblanadi. Ya'ni bular fe'lning munosabat shakllarini hosil qiladi. Ya'ni sintaktik shaklini ham hosil qiladi. Zamon shakllari. Bizda birinchi munosabat shakllari zamon shakllari hisoblanadi. Zamon shaklida o'sha harakat va holatni qaysi vaqtda bajarilishi tushuniladi. Masalan, hozirgi vaqtdami, undan oldinmi yoki undan keyinmi? Ya'ni mana shu jihatga ko'ra biz o'zbek tilida 3 ta zamonni farqlaymiz. Hozirgi zamon, o'tgan zamon va kelasi zamonlar mavjud. Demak, o'zbek tilida 3 ta zamon shakli mavjud. O'tgan zamon, ya'ni o'sha harakatni ayni vaqtdan oldin bajarilganligini bildiradi. O'tgan zamon, masalan, degan, edi, ekan, ib qo'shimchalari yordamida hosil qilinadi. O'qidi, o'qigan, o'qibdi desam, mana shunday fe'llarimiz bizda o'tgan zamon hisoblanadi. Ya'ni harakatning ayni vaqtdan oldin sodir bo'lganligini bildiradi. Endi hozirgi zamon harakatni ayni vaqtda sodir bo'layotganligini bildiradi. Moqda, yapti, ayotib, ayotir qo'shimchalari bizda hozirgi zamonni hosil qiladi. Masalan, yozmoqda, dars tayyorlamoqda, uyga borayapti bo'ladigan bo'lsa, bu bizda hozirgi zamon hisoblanadi. Endi kelasi zamon ayni vaqtdan keyin sodir bo'lishini bildiruvchi zamon shakli hisoblanadi. Masalan, u keladi, u bormoqchi desangiz, bu kelasi zamon shakli hisoblanadi. Kelasi zamonni o'zbek tilida a, y, ar, ajak, moqchi qo'shimchalari hosil qiladi. Mayl shakllari. Fe'lning mayl shakllari deganda biz nimani tushunamiz?
Fe'ldan anglashiladigan harakat va holat haqidagi xabar, buyruq, istakni va shartni bildiruvchi shakllarimiz bizda mayl shakllari deyiladi. O'sha fe'l xabarni bildirdimi, buyruqni bildirdimi, maslahatnimi, shartnimi? Mana shu jihatga ko'ra biz 3 ta maylni hosil qilishimiz mumkin. Xabar mayli bor, buyruq istak mayli bor va shart mayli bor. O'zbek tilida 3 ta mayl shakli bor. Xabar mayli, buyruq istak mayli, shart mayli shakllari mavjud. Masalan, bola keldi desa, bu xabar mayli hisoblanadi. Xabar maylining maxsus qo'shimchasi mavjud emas. Parkka boraylik yoki test ishlaylik desangiz, mana shu gaplarimiz bizda buyruq istak mayli hisoblanadi. Aylik, sin, sinlar qo'shimchasi bizda buyruq istak maylini hosil qiladi. Borsinlar, borsin desangiz, bu bizda buyruq istak mayli hisoblanadi. Endi shart mayli sa qo'shimchasi yordamida hosil qilinadi. Masalan, yomg'ir tinsa edi bo'ladigan bo'lsa, mana shu sa bizda shart maylini hosil qilgan. Demak, xabar maylining maxsus qo'shimchasi mavjud emas. Buyruq istak mayli o'sha fe'ldan buyurish, maslahat, iltimos ma'nosini bildiruvchi shakl hisoblanadi. Shart mayli esa faqatgina sa qo'shimchasi yordamida hosil qilinib, o'sha fe'ldan anglashiladigan holatni, shartini bildirar ekan. Bu bizda mayl shakllari hisoblanadi. Shaxson shakllari. Shaxson shakllarida biz o'sha ish harakatni qaysi shaxs bajarayotganligini bilib olishimiz mumkin. Ish harakatni qaysi shaxs bajarayotganligini ko'rsatuvchi shakllarimiz bizda shaxson shakllar deyiladi. Masalan, men o'qidi demaysiz, men o'qidim deysiz. Mana shu m bizda shaxson qo'shimchasi hisoblanadi yoki u bordi deysiz. Demak, bizda mana shu uga nisbatan ishlatilishi ham bizda shaxsonni hosil qiladi. Ya'ni fe'lni shaxson bilan moslashtiruvchi shakli bizda shaxson shakllari deyiladi. Endi bizda birinchi tur, ikkinchi tur, uchinchi tur shaxson qo'shimchalari mavjud. Ya'ni o'zbek tilida 3 ta turda shaxson qo'shimchalari mavjud. Bordim, bording, bordik, bordingiz, bordilar. Bizda birinchi tur shaxson qo'shimchalari hisoblanadi. Ya'ni m, ng uchinchi shaxsda qo'shimcha mavjud emas, u borda kabi bo'ladi. K, ingiz, lar qo'shimchalari bizda birinchi tur shaxsonni hosil qiladi. Demak, ikkinchi tur shaxson qo'shimchalari esa man, san uchinchi shaxsda mavjud emas, biz, siz uchinchi shaxs ko'plikda ham mavjud emas. Masalan, boraman, borasan, boradi. Boramiz, borasiz, boradilar bo'ladigan bo'lsa, bizda bu ikkinchi tur shaxsonni hosil qiladi. Endi uchinchi tur shaxsonlarimiz ay, gen, sin, aylik, ingiz, sinlar tarzida ifodalanadi. Bular buyruq istakni bildiruvchi mayllarga mos keladigan shaxson hisoblanadi. Masalan, boray, borgin, borsin, boraylik, boringiz, borsinlar tarzida fe'llarga qo'shishimiz mumkin ekan. Bu bizda fe'lning 3-turdagi shaxson qo'shimchalari hisoblanadi. Endi fe'limiz ham bizda mustaqil so'z bo'lganligi uchun uni ikki xil usulda yasay olamiz: affixatsiya va kompozitsiya. Affixatsiya usulida asosga qo'shimcha qo'shishimiz, ya'ni so'z yasovchi qo'shishimiz natijasida fe'l hosil bo'lishi kerak. Masalan, o'yinga ani qo'shadigan bo'lsam, o'yini fe'li hosil bo'ladi. Bu bizda affixatsiya usulida hosil bo'ladi. Endi kompozitsiya usulida asosga asos qo'shish orqali fe'l hosil qilishimiz kerak ekan. Masalan, sotib olmoq bo'ladigan bo'lsa, bu bizda kompozitsiya usulida hosil qilingan bo'ladi. Endi bizda kompozitsiya usulida hosil qilishimiz uchun qil, et, bo'l, ayla so'zlari bizda qo'shma fe'lni hosil qiladi. Masalan, ifoda et, ijro et bo'ladigan bo'lsa, mana shu qil, et, bo'l, ayla so'zlari o'zidan oldin kelgan so'z bilan birgalikda bitta qo'shma fe'lni hosil qiladi. Fe'lning tuzilishiga ko'ra turlari. Fe'lning tuzilishiga ko'ra turlari ham boshqa so'z turkumlarimizga o'xshab 4 ta guruhdan tashkil topgan: sodda, qo'shma, juft va takror. Sodda fe'llarimiz bitta asosdan tarkib topadi. Qo'shma fe'llarimiz 2 va undan ortiq asosdan tarkib topadi. Juft fe'l bo'lishi uchun bir-biriga yaqin yoki bir-biriga zid munosabatda bo'ladigan fe'llarimiz bo'lishi kerak. Takroriy fe'l bo'lish uchun asos aynan takrorlanishi kerak. Masalan, qurmoq, yurmoq bu sodda fe'l hisoblanadi. Sayr etmoq, olib kelmoq endi bu qo'shma fe'l hisoblanadi. Hormay, tolmay, kelib, ketib bo'ladigan bo'lsa, bu bizda juft fe'l.
ayta qayta ishlay bo'ladigan bo'lsa, endi bu bizda takroriy fe'l hisoblanadi. Demak, hurmatli abituriyentlar, bizda fe'l so'z turkumi haqidagi umumiy tushunchalar mana shulardan iborat edi. Dars barcha uchun tushunarli bo'ldi degan umiddamiz va birgalikda ona tilini yana o'rganishda davom etamiz. Ushbu darslarni do'stlaringiz bilan ham ulashing va ularga ona tili o'rganishlarida o'z hissangizni qo'shing. O'zingizni va yaqinlaringizni ehtiyot qiling. Biz bilan birgalikda bo'lishda davom eting.